Dasturimiz davom etadi. Shahzoda Azatova Qoraqalpog'istonning Chekka 50 qal'a tumanida istiqomat qiladi. U bugungacha sportning sambo va jiu-jitsu turlari bo'yicha bir qator faxrli natijalarni qayd etib ulgurgan. 5 marotaba Osiyo chempioni, 2 karra jahon chempioni, 2 karra jahon kubogi sohibasi bo'lib ulgurgan sportchi bilan muxbirimiz suhbatlashdi hozir shu haqda. Qiz bolaga sport yarashmaydi deydiganlarni ko'p eshitamiz, lekin bugun qizlarimizning yutuqlari bu gaplarning qanchalik noto'g'ri ekaniga isbot bo'la oladi. Shahzoda Azatova ham bugungacha jahon arenalarida bir emas, bir necha marotaba yurtimiz bayrog'ini yuqori ko'tarib ulgurdi. Uning sportga kirib kelishi esa qariyb 7 yillik yaqin tarixga borib taqaladi. 2018-yildan buyon sportning sambo hamda jiu-jitsu turlari bilan Saxtiyon yakka kurash sport turlarida trenerlarimiz Baltaboyev Rasul aka qo'lostida muntazam shug'ullanib kelmoqdaman. Sportga qadam tashlashimda ota-onamning hissasi juda ham katta deb o'ylayman. Sababi otam birinchi sport zaliga qo'limdan yetaklab olib kelganlar. Chekka bir hududdagi sport zalida bugun ham tayyorgarliklar avjida. Yaqinda kutilayotgan jahon chempionati musobaqalarida g'olib bo'lish uchun ham bor kuch-g'ayrat ishga solinmoqda. Mana xudo xohlasa jahon o'yinlari Xitoyda bo'lib o'tgan, Hanzhouda bo'lib o'tgan jahon o'yinlariga yo'llanmani qo'lga kiritdim sportning sambo turi bo'yicha. Shu bilan birga Turkmanistonning Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan jahon chempionatiga ham yo'llanmani qo'lga kiritdim. Xudo xohlasa bu ikkala musobaqada ham yurtimiz bayrog'ini balandlarda hilpiratishga, madhiyamizni baralla yangratishga astoydil harakat qilaman. Asosiy maqsadimiz ham shu. Yutuqlarni e'tirof etish oson, ammo uning ortidagi qiyinchilik va mashaqqat faqat g'olibgagina ma'lum. Xuddi Shahzodaning xulosalari singari. Mag'lubiyat hech kimga yoqmaydi. Lekin shu mag'lubiyat orqali keyin o'zingizning xatolaringizni bilganingizdan keyin shu xatolarni ishlagan ustida ishlab turib, keyin g'olib bo'lish mumkin. Agar xatolar ustida ishlanmasa, yana mag'lubiyat bo'lib ketishi mumkin. Maqsadlar katta. Qachondir men tanlagan sport turi Olimpiya o'yinlariga qo'shilsa, albatta unda ham ishtirok etib, yurtimiz bayrog'ini yuqori ko'taraman deydi Shahzoda. Uning yutuqlari esa har bir yurtdoshimiz uchun maqtanishga va maqtashga arzigulik natijadir. Zafarbek Artiqbayev, Miras Davletbayev ovozi informatsion dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasidan.